Mürsep efendim. Hoş. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Bu mashrab ahli sizning boshqa nomerlarni ko'rdik deb saqlab o'tasiz bu yerda bulbuldek sayrab ketishlarga. Qarang, qushqoch. Azaq tatib qaptikan. Men uning qibimda Kamalga tasalli berib paranglashyotiman. Nima? Meni ahmoq qilyapsan ya. Bu qushqochning nima qilayotganini, nima deganini sen nima bilasan? Men qushqochning tilini bildigan tursan. Tavba qildim, Xudoya tavba. Ey, ata ponamal. Bu Uyg'urchani bir to'liq bir bildirib so'zlash o'qimaysan yo. Bu qushqochning tilini bilamiz taqa? Ha? Qara, men qushqochning tilini o'qi, rost bilaman. Qushqochning tilini rost bilamsan? Ha? Rost bilasan? Rost bilaman. Alloh akbar. Baka, ilma ko'pchilikning oldida meni mat qilma. Rost bilamsan? Ha? Dat yigit bishi. Xo'sh. Bizning masrifimizning odil xizmatkori bo'lgan Mirshab meni va tuanda o'tgan masrif ahlini aldab, qushqoch bilan parag'lisha olayman deb qo'lda o'ltiribdi. Ha. Mirshab, bu qanday gap? Ya men bu yigitni oldimdan yigit beshi. Men qushlar bilan ozroq muhabbat almashtirib, u qushqoch bilan ancha-muncha bilan fikrlashib o'tirdim. Mana, ey, mana. Qara, do'stim, qara, qushqoch muhabbat ishqida xandon urib sayrayotdi, ko'rdingmi? Tavba qildim, Xudoyim, tavba. Ey, bu qushqochlarni bir-birisiga kuyamdi deyman. Qushqoch biz kuyimiz qanday Alloh qoldirdi? Ular bizga o'xshab kuydi, suydi, to'y qildi, balliq bo'ldi, na'mat bo'ldi. Ha. Sayliq, qushqochlarni she'r yozadi, musiqa chaladi, oliy maktabda o'qiydi, medika ishlaydi demadi Sayliq. Ey, sen bu qushqochlarni osmon uchib yuradigan bir laglak, ya bo'lmasa qafas ushlab qo'ysak, gap qilmay bunda o'tiradigan bir qushda bo'ylab qolgan o'xshamasmi? Mana sen ularni urib chiqqanda kunda birga yetib qoldirgandek ularning og'ini istab gap qilib ketding ajab. Ey. Qara, men bog'i kunda ancha-muncha qushlar bilan fikrlashaman. Sen inson bilan paranglashmayotganda yaxshi. Mana. Yigit bishi, men tatmasdim, mana bu ko'pchilikning oldida mana yana o'zining gapini rost qilyapti, bu qanday qilmasam bir taraf qilmaylimi? Mirshab, xo'sh yigit beshi. Anda bo'lsa, bu yigitni qoyil qiling. Qoyil qilamsa? Ha? Qoyil qilamsa? Qoyil qil. Rasta? Rast qoyil qilsa? Ha? To'xta. Unda bo'lsa, men qushqochga gap qilib qo'yay. Ha. Mening gapimni tarjima qilib ularga bildirib beralamsa? Satoq yo'q. Rasta? Ha? Bo'ladi unda bo'lsa. Assalomu alaykum. Qushqoch do'stim, qanday ahvolingiz? Qo'shqova. Nima dedi? Nima? Va alaykum assalom dedingmi? Ha? Astagfirullah. Rasululloh do'ravdimi o qushqoch bo'qa, ha? Ey, qushqoch. Siz bak chiroyli ekansiz. Ben sizni bir ko'ribla yoqtirib qoldim. Ko'zlaringiz zahmaliq ekan. Nima deydi? Voy, bu qapalab ketdi-ku. Nima deydi? Qizlarning ko'ziga bunday tikilib qarab turganman, nomahram bo'ldi deydi. Qizga, to'xta, yana birdan gap qilaylar, to'xta. Qushqoch jinim. Agar siz xohlasangiz, men siz bilan to'y qilishga roziman. Jinim qushqoch. Siz bana çekin. Ben sizge kıyımım. Ne yapayım ölümüm. Bana soyluk silem. Nime desem şunu öpürümüm. Kadilat maşineden. O satan dağçı demsiz. Vakaka demsiz. Popotan demsiz. Nime desem şunu elip vermem.
Nefisinizni oltin dünya süpürmek ulan. Meni taqozo qilmay javob beringchi. Nima dedi? Bol, nima deydi? Nima deydi? Mening bunda chiroyli oilam bor, bola chaqam bor, uy mukammal bilan yuraman deb uchib ketdi. Astagfirullah.